Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Dastur fermerimiz kanaliga xush kelibsizlar. Bugun Farg'ona viloyati Rishton tumanida O'takam xonadonlarida mehmondamiz. Bugun sizlar bilan juda ham qiziq video qilamiz. Hop, dekorativ to'p boqish haqida bo'ladi mavzuyimiz. Qani bo'lsa ketdik. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Yaxshi ketyaptimi? Rahmat aka. Bir mehmonga javob Qo'qondan aka ta'riflaysiz eshitib aka. Mashhur o'g'lingizni ko'raylik o'zi. Ta'rifingizdagi Qo'qonlargacha boribdi. Kuzatib turamiz. Zo'r, aktiv, zo'r. Rahmat aka. Xursand bo'ldik sizlardan. Aka bo'lmasa bugun shu hali tomoshabinlarimizga ko'proq nima deydi? Shu o'g'lingizni video qilib, mashhurlardan qanaqa daromad qilsa bo'ladi? Misol ularga mana maslahat bersangiz, misol uyda kimdirlar bekor bo'ladi, yo misol yosh katta hali akalarimiz bor, misol aytishadi, nima biznes qilsak bo'ladi, o'shaning uchun deb o'shalar bilan o'zingiz bo'lishsangiz endi. Ana bo'lsa ketdik. Bo'lmasa aka, mana shu birinchi qapasimizda to'g'lardan boshlaylik. Mana hurmatli obunachilar. Aka bu zot haqida bizga qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Bu zot juda haligi o'zini sovuqqa chidamliligi, keyin tuxumlashi tomonidan, keyin chiroyli tomonidan juda menga yoqqan tovuqlar. O'shaning uchun bularni juda yaxshi ko'paytiryapmiz. Shuni harakatda bo'lyapmiz. Tovuqlarimizni nomi Barnavelda Cerebro bo'ladi. Kelib chiqishi aslida Niderlandiyaga bog'liq davlatga kelib chiqqan. O'sha yerda kelib chiqqan. Bular bitta do'stimiz olib kelishgan. Tuxumlarni olib kelib ko'paytirishgan. Biz bu do'stimizdan olib, biz ham ko'paytiryapmiz. Xudo xohlasa, yaxshi. Chidamli, kasallikka chidamli, juda ham nimasi yaxshi, sifati. Dekorativ tomonga ham juda sifatli tovuqlar ekan. Omaligim juda to'nlari bir chiroyli ekan, boshqacha ekan. Albatta. Hali ayniqsa bir hovliga bir qo'ysam deb bit berib, bu boshqacha ekan tovuqlarimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Barnavelda Cerebro ekan nomlari. Misol hali dachaga ham bo'lmasa uyingizga mana chiroyli tovuq qo'yamiz degan aka-ukalarimiz bo'lsa, hali bemalol aloqaga chiqsalar, akamdan misol maslahat kerak bo'ladimi yoki tuxum jo'jalari kerak bo'ladimi? Xudo xohlasa hozir bular haqida ham ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bulardan aka sizda ko'p bilishganmi? Albatta. Hozir bitta xolos ishlamayotgan turibdi saytda. Albatta. Bunaqa bizda Jasurbek oiladan 6 oila bor. Birga to'rt qilganmiz. Nima sababdan aka? Misol mana shu hammasi bitta yursa bo'lmaydimi? Hammasi bitta yursa, bularni urug'lanishi, kelaligi ko'payishiga avlodga ziyoni bor. Qandaydir haligi nimasi sifatli bo'lish uchun, sifatli bola olishimiz uchun, keyinchalik haligi bolalar mayda bo'lib ketmasligi uchun biz haligi jo'ja miqdori ko'payib, tuxumlar yaxshi ochilishi uchun 3 ga 1, 4 ga 1 qilib qo'yganmiz Jasurbek. O'shanda bizga samarali bo'lyapti. Shunda bizga haligi yaxshi effekt. Foiz yaxshi bo'lyapti. Foiz yaxshi bo'lyapti. Akamiz aytyaptilar-ki, hurmatli do'stlar, misol urug'lanish degan foiz narsasi bo'ladi to'g'rilarda, o'zinglar yaxshi bilasiz. Misol bu degani o'zi kitobida ham bitta xo'rozga 4 ta makiyon qo'shiladi. Albatta. Bitta xo'rozga 3 ta makiyon. Bu degani urug'lanish foizi yaxshi bo'lishi uchun, jo'ja yaxshi ochishi uchun shunaqangi qilishgan ekan. Hozir keyingi kattalarni ham ko'ramiz. Qani bo'lsa ketdik. Bu azaga bu kattayda ham bitta aytib o'tasiz. Albatta Jasurbek, bularimiz ham Barnavelda tovuqlarimiz bilan juda sifatli, kattaligi ham katta, juda chidamliligi yoqdi, sovuqqa ham chidamli. O'sha jo'jalar ham juda sog'lom tovuqlar ekan. Xo'roz mana kattaligidan vakollarni farqlanib boribdi. To'mni chiroyli sevet ekan. To'mni krasniy desa ham bo'ladi. Mana ko'rsalar ranglarini. Zalotoy ham deyishadi ekan buni. Juda nimasi sifatli, juda nimalar va yaxshi parranda ekan bular ham. Keyin tuxumlari katta, ancha katta Jasurbek tuxumlari. Tuxumlari
60 grammdan 65 grammgacha yiliga o'rtacha men mana boryapman. O'sha 200 tadan 220 ta 230 tagacha tuxum olsa bo'ladi ekan bulardan. Keyin haliga bo'ja berish nimasi effekti tuxum ochiryapmiz juda baland. Juda baland nimasi yaxshi ishlayapti. Hozir bitta tuxumlarni ko'rsa aka buni. Albatta bular ham Jasurbek Andijondan kelib chiqqan. Aha, kelib chiqishi. Kelib chiqishi. Hurmatli do'stlar. Tuxum 65 gramm bor. Bu ikkita tug'ishibdi, yana abitan. Juda krupniy, katta mana do'stlar. Ko'rinib turgan bo'lsa ko'ringlar buni. Haqiqatan tavsiya qilaman aka. Xo'p, buni kelib chiqishi ham o'sha Niderlandiyaga boryapti aka. Bu haligi banalda servislarimiz bilan bir xil narsa bo'ladi. Faqat o'sha tonida farqi bor Jasurbek. Buni kilogrammlari qanaqa bo'lyapti? Kilogrammlari Jasurbek o'sha 3 kilodan 3,5 kilogacha makonlari chiqadi ekan. Juda og'ir vaznda 4 kilodan 4,5 kilogacha xorozlari chiqyapti Jasurbek. Ularda juda ham haligi nimasi sifatli. Uni sifati ham zo'r keyin. Haligi yeyishga mana juda ajoyib nima. Tuxumlarning kattalik tomonidan o'sha qishga chidamliligi, kasalga juda chidamli ekan. O'zbekiston boqsa bo'ladi O'zbekiston hududida. Ham chiroyli. Chiroyli ham, albatta chiroyli. Hozir keyingi qafaslarimizga o'tamiz do'stlar. Qani bo'lsa bu qafaslarimizni ham ko'rsatamiz. Hozir ham barnoyildi serebrolar ekan asosan. Bular 3-oylamiz. To'rga. O'sha men aytmoqchi, hammasi to'rga 3ga 1. Aha. Bitta ham to'rga 1 barnoyildi serebrolar ekan. O'ta chiroyli tovuqlar. O'zim hali havas qildim. Mana ko'ringlar do'stlar. Obdaga bitta ko'p ekan-a? Albatta Jasurbek, xudo xolasa mana ko'paytirib bulardan samarali daromad qilyapmiz. Ular maosh tomonidan juda yaxshi. Juda ham sifat tomonidan ham juda ajoyib. Tashqariga qo'yib yuborsangiz ham charchab yegangiz ham maza qilib tomosha qilasizda. Dam olib albatta. Hammaga hali olib boqishni menimcha tavsiya qilaman. Mana ko'ringlar. Javob aka. Sizda ko'rib turibman, bu yerda ko'p ekan. Kim bundan aka misol kimdir aytishi mumkin, daromad qanaqa qilsa bo'ladi, qancha daromad qilsa bo'ladi deyish mumkin-da. Misol endi ko'pchilik puli bor, yo bo'lmasam nima ish qilsam bo'lar ekan deyishadi, o'ylanishadi ba'zi. Endi chamali mol, qo'y boqish esa kimgadir qiyin bo'ladi-da. Albatta. Buni misol ayol kishi ham eplaverar ekan deb o'ylab qarasam. Jasurbek, gapingizga qo'shilgan holatda bu narsa masalan men mol ham boqdim, qo'y ham boqaman kelganda, faqat o'sha bilan kun bo'yi ovora bo'lasiz. Bizning ishimiz boshqa, biz tadbirkormiz. Bularni ertalab turib o'sha namozdan keyin bir qarab qo'yasiz. 1 soat vaqtingiz ketadi. Kech payt o'sha ovqatlanganimizdan keyin, kech payt o'shandan keyin 1 soat vaqtimiz ketadi. Meni vaqtim. Kechqurun yana qaraysiz. Kechqurun qarayman. Albatta suvlarni almashtiriladi. Bularda asosan e'tibor o'sha suvlariga vaqtida dom berish, o'sha vitaminlarni berib yuraversa, ular juda ham kasalga chidamli tovuqlar. Bizni O'zbekistonimizni nimasiga hududiga o'zi moslanib bo'lgan. O'zbekistonga moslanib bo'lgan, to'liq moslanib bo'ldi. Xudo xolasa, ular o'sha do'stimiz berishgan, o'sha tuxumlar jo'jalardan olib biz ham ko'paytirganmiz. Katta tovuqlarni oldik, jo'jalarni oldik, endi Jasurbek ular o'sha 200 tadan 230 tagacha tuxum qilar ekan yil davomida. Keyin Jasurbek bitta narsa-ku ukam, bulardan tuxumlarni sotyapmiz. Tuxumlarga juda talab kuchli. Hamma qiziqadi bunga. Bular asosan qayerda sotasiz tuxumlarini, misol tuxum jo'jasi bo'lsa-da? Tuxum jo'jasini o'sha telefon qilib so'rashadi. Internetda albatta, Telegram, o'sha YouTube'da so'rashadi. Biz o'sha pitakacha olib chiqib, dastlabki qilib berib yuboramiz, chiqarib yuboramiz. O'sha tuxumlarni kelishilgan holatda, xudo xolasa, qilib beryapmiz. Jo'jalarni nechisi beryapmiz Jasurbek? O'rtacha men haligi borini aytaveraman, o'rtacha o'sha 10 milliondan 12 milliongacha daromad qilyapman bulardan hozirgi kunda. Nechta tovuqdan? O'rtacha 40 ta. Hozirda 30-32 ta makoni bor. $1000 bor ekan degani. Albatta, $1000 bor. To'liq $1000 bor. Yana
jo'jasini jinday boqib katta qilib sotsak, undan ham ko'proq daromad bo'lyapti. Endi o'rtacha nimasini aytyapman. Endi buni o'ziga yarasha ishqibozlari borda. Misol kimdir aytishi mumkin, biz qayerga sotamiz yo boshqa do'stlar bu narsalar misol ko'rishlari mumkin, bozorga chiqmaydi. Asosan Telegram yoki Instagram yoki YouTube tarmoqlarida topishlari mumkin. Agar tuxum jo'jasi kerak bo'lsa, shunaqangi mana uyda boqmoqchiman, daromad qilmoqchiman desa, bemalol akamizdan maslahat so'rasalar ham yo'l yo'riq ko'rsataveradi. Albatta ko'rsatamiz, aytamiz, tushuntiramiz. O'sha aytyapman Jasurbek, tozalikka rioya qilib, tozalik mana qarang, tozalab turamiz, to'xtamay taglarni tozalab, chistalab, o'sha shamollatmay tovuqlarni yaxshi olib yurilsa, tuxumini ham zo'r beradi. Keyin qishda o'sha sovuqda ehtiyot qilib, oldiga seloflarni tortib, materiallarni nima qilib, qishda ehtiyot qilinsa, qishda ham tuxumni zo'r beryapti. Jasurbek to'xtagani yo'q. Masalan, men yil davomida mana 2 yildan beri boqib turgan bo'lsam, men shu bir oy to'xtasa to'xtaydi yoki 20 kun. Boshqa payt har kuni tuxum tug'adi. Hali kun osha har kuni tuxum tug'adi. Almashib. Asosan nima yemish beryapsiz aka bularga? Nima don? Asosan endi biz mana ko'rgan bo'lsangiz, mana karom mana. Eng yaxshi narsa ham to'g'ri semirtirmaydi. Ko'k o'rnida albatta. Mana shunday qo'yilsa, ishqbozchilikka ham yeydi-da, tortishib yeydi, pastga tushib, anaqa axlat bo'lmaydi, kir bo'lmaydi. Keyin mana aralashma donimiz bor, hamma vitaminlari qo'shilgan. Aralashma donlarimizdan beramiz. Mana bu yerda 2 xil yem turibdi do'stlar, ko'rib olinglar. Misol qanaqa yem deb so'ramoqchi bo'lsalar, akamizdan bemalol so'rab. Ratsion bo'yicha tayyorlangan yem bu, Jasurbek. Bunda ham juda vitaminlarga boy don bular ham. Suvga ozgina suvga namlab beramiz buni. Ertalabda bu aralashma doni har doim turadi, shunday. Mana suvlari toza, bo'lmaydi, kir holatda. Mana suv idishlarida ham chiroyli qilib qo'yishdi. Suvlari juda toza turadi. Har kuni almashtiriladi suvi. Har kuni almashtirib beramiz. Gapi aka havas qildi. Bu yerda yana Barnavelli serebrolarimiz. Bu to'rinchi oylarimiz ekan, o'zi aka. Albatta Jasurbek, to'rinchi oylarimiz. Mana ko'rib turganingizdek, bular ham 3-1. Akamiz joydan juda unumli foydalanib qilib, mana ko'ryapsizlar, ichma-ich o'tib ketaverasizlar. Hali joyim yo'q, joyim kichkina deydigan odamlarga-da bu. Akamiz kataklarni ham chiroyli qilib qurib qo'yishibdi. Hamma narsadan unumli foydalansa bo'ladi. Shunchaki harakat. Xo'p, aka bu qanaqangiz ot? Jasurbek, bular Viandot galboy tovuqlarimiz. Bular kelib chiqishi Amerikaga borib qadaladi. Amerikadan tarqalgan. Amerikadan. Juda haligi vazn tomondan ham chiroyli, dekorativni tomondan ham juda chiroyli. Ajoyib tovlanadi nimasi ham. Hatto ayniqsa yaltirab, juda chiroyli, boshqacha tusga kiradi bular. Juda ham sifat darajasi zo'r. Viandotlarimiz Barnavellilardan shunday kattaroq bo'ladi. Jussalari katta bo'ladi Jasurbek. Ular yoshi qanaqa ekan o'zi? Ular mana xudo xolasa bahorda tuxumga kirdi, mana shu. Jo'jaman. Jo'jalar bular. Qarang kattaligini. Jo'jalar bular. Mana ikkita tuxumga ham yotishibdi. Tuxumlayapti. Juda to'ni boshqacha chiroyli ekan-a buni? Juda ham chiroyli Jasurbek. Do'stlar ko'rishlari mumkin. Bular juda ham sifat darajasi juda kuchli bularda. Chiroyli juda tovuqlarimiz. Buni ham endi dekorativ yo'nalishda boqilyapti. Albatta, dekorativ tomonga juda ajoyib. Bu juda chiroyli tomondan ham chiroyli bu. O'zi ko'rib maza qiladi. Tashqarida yursa yana boshqacha bo'lib turadi bular. Keyin qapasimizga kiramiz do'stlar. Bularimiz ham Jasurbek, bularimiz Viandot zolotoylarimiz. Barnaveldir Cerebro, Barnaveldir Temniy zolota bordek, bularda ham o'shani sveti bilan farq qiladi. Bular o'sha ko'k rangga tortib olgan bo'ladi nariga. Galboylar. Viandot Temniy zolota deyishadi buni. Viandot Gold ham deb eshitganmi? Viandot Gold ham deyishadi. Bular ham chiroyli ekan dedi. Juda ham chiroyli bular. Bular ham o'sha vazn tomondan ham katta bo'ladi. Mana tuxumlari. Mana do'stlar, tuxumlar bu uzuncharoq bo'lar ekan nisbatan tuxumlari. Uzuncharoq bo'ladi. Lekin har kuni tug'ishyapti ular. Tuxum tug'ish nimasi yaxshi hozir. Bulardan ham juda tuxumlariga zakazlarimiz ko'p. Xudo xolasa,
jo'jalariga ayniqsa jo'jalarni mana kecha Tojikistonga chiqardik jo'jalardan. Juda qariyb biz kuzatib borgan Telegram, o'sha YouTube'da kuzatib O'sha borgan. Tojikistondan olib ketishyapti. Albatta o'sha Qirg'izistonga tuxumlarni chiqaryapmiz. Mana hozir Qirg'izistonda ularni niyatimiz ko'paytirish, o'sha xalqimizga yetkazib, sifatli dekorativ tomondan, go'sht tomondan, shu tuxum yo'nalishi tomondan yaxshi tovuqlarni yetishtirib berishimiz. Ularni qayerdan olib keltirgansinglar aka o'zi? Ularni o'zim Turkiyadan tuxumni olib kelgizdirdim o'zim. Turkiyadan albatta. Turkiyadan o'sha menga kelib tushishi bilan $10 kirib keldi. $10 kelib tushdi. Bizga endi haligi boshqa davlatdan kelgani uchun jini pastroq bo'ldi nimasi? Nima deydi? Ochishi, urug'lanishi jini kamroq bo'ldi, lekin biz o'shandan foydalanib, jo'jasini ehtiyot qilib katta qilib oldik. Mana bola oldik bularni. Katta qilib mana o'zimizdan tuxumini oldik. Endi lekin bizni o'zimizga kelib, O'zbekiston hududiga keldi mana tuxumlarini ochishi yaxshi. 80-85% olyapmiz. Jo'ja ochiryapmiz. Ochirishi zo'r, lekin tuxum tomonidan ham yaxshi ekan. Umumiy hisobda yo'l kirosi bilan $10 dan 100 gacha kirib kelgan. Uyimga kirib keldi $10. $10 dan kirib. Albatta, kargolariga pul to'ladik. 1 kilo tuxumga o'sha $30 dan to'ladim. Olib keldik. Mana niyat qilib o'sha ko'rib o'zimiz ham internetda o'sha YouTube'larda ko'rib, kuzatib, o'sha tovuqlarni tanladim o'zim. O'sha Turkiyadan chaqirtirib, Xudoga shukr olib keldik. Mana yaxshi. Bu yo'lga qo'yib oldik. Zo'r aka, mana hali ishqiboziga taraf yo'q deydi-yu akalar. Hali chetdan olib kelib, buni ko'paytirishni o'zi oson emas. Hali kimdir aytishi mumkin aka, nimaga buncha qimmat deydi-da. Endi aka baytdan olgan odam nisbatan aytdan olib keltirgandan ko'ra yutadi deyman. Albatta. Nimaga deysiz? U misol lazerdan o'tadi va bir samolyotda keladi. Albatta. O'shani hisobiga biz ham olib keltirganmiz, foizi pasayadi. Misol mana o'zlari bilan gaplashdim, 40 ta tuxumdan 15 ta jo'ja chiqargan ekanlar. Endi o'ylaylarda qancha pul tikib qo'yishgan. O'shanaqa. O'shani hisobiga nimaga narx-navosi hali qimmat deb hali gapiradigan hali obunachilarimizga-da endi bu. Inshaalloh bu ham qayta ko'paytirilgandan keyin sekin-sekin narx arzonlashaveradi. Mana shu narsaga e'tibor beringlar. Hali narxini agar qimmat deb turganlar bo'lsa, narx-navolarini bafurja keyin misol telefonda aytaveraman deyishyapti. Telefon raqamlar qoldirib ketamiz. Mana bu qapasimizni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham Jasurbek o'sha Yandot Galboy Svet tovuqlarimiz bu birga bir bu. Shuni ko'paytiryapmiz. Buni xo'rozi narigi ko'rgan Yandot Galboydan ko'ra xo'rozi bilan farq qiladi. Makoni bir xil. Xo'rozi juda haligi yaltirab turishlari Svet tomonidan juda chiroyli ekan. Mana shundan bitta xo'roz chiqardik. Xudo xolasa bundan ko'paytiryapmiz. Chiroyli ekan. Chiroyli. Boshqacha ekan. Juda ham boshqacha. Juda ham qora qizilga tortgan ajoyib ekanda. Ko'krak ko'rinishlari qarang. Urug'lanishi juda zo'r bo'lyapti. Buni ham ajoyib. Xudo xolasa bulardan yo'lga qo'yyapmiz, ko'paytiryapmiz. Juda tuxum tug'ishlari yaxshi. Har kuni kunosha tuxum tug'yapti bular. Bularni hozirgi vaqtda tuxumi jo'jasiga zakot olyapsiz aka. Olyapmiz. Olishni boshladik. Jasurbek mana biz mana hozir aytdim sizga, bizga kerak bo'lsa bu $20 dan oshiqqa tushgan, 50% ham chiqmagan, mana urug'lanmagan, o'sha Turkiyadan kelgan hisobiga, boshqa davlatdan kelgan hisobiga endi biz mana xalqimiz uchun jo'jalarni ham, tuxumlarni ham arzon narxlarda kelishtirib chiqarib beramiz. Lekin boqsa kam bo'lishmaydi. Tuxumlari ham katta, sifatini qarang. Masalan, uyda hamma chiroyligi bor-da bunda. Masalan, odamni charchog'ini ham chiqaradi. Ishdan kelib 4 donani hovliga qo'yib yuborsangiz ham juda palaparchi tovuq bo'lsa ekan bular. Judaligi sifati ham yaxshi. Menga yoqdi lekin. Zo'r, menga ham juda yoqdi aka. Bu yerda ham Barnavelda serebro tovuqlarimiz bor ekan aka. Bu yerda yana bitta oilamiz bor. To'rga 2 qo'yganmiz. Mana xo'rozi, zapasdagi xo'rozimiz. Ajoyib. Xudo xolasa bular ham tuxumlashyapti. Tuxum tug'ishib turlar ham. Ob'yom desa ham qilib berishga imkon bor ekan aka sizda. Xudo xolasa qilib beramiz. Ob'yom tomondan nimamiz yo'q. Do'stlar, bu tovuq zoti juda ham O'zbekistonda kam noyob zotidan, lekin akamizda mana ko'rib turibsizlar, ob'yom hali darajasida bor. Urug'lanishdan hijolat bo'lmasa ham bo'ladi. Mana 1 ga 2, 3 ga 1 juda chiroyli qilib boqishyapti. Nimaga? Hali urug'lanish yaxshi bo'lsin. Ertaga odam, hali olgan odam ham norozi bo'lmasin deyishyapti-da. Albatta. O'sha makonni 5 ta 6 ta qo'shsangiz ham bo'laveradi.
urug'lanish pasayib ketadi. Aha. O'shani hisoblagan holatda biz 3 ta 4 ta qildik bitta xo'rozga makonni. Aha. Samarali effekt beryapti, samara beryapti bizga yaxshi. Ko'payish tomondan, jo'jalash tomondan yaxshi bo'lyapti. Hozirgi vaqtdagi tayyor jo'jalar bormi? Misol kimdir jo'jasidan bormi deyishi mumkinda bizga. Misol aloqaga chiqsa, Albatta Jasurbek, hamma har doim jo'jasi tuxumidan qilib beramiz. Oldinroq aytib qo'yishadi. Masalan, bizda misol deylik 1 hafta 10 kun zakazimiz ko'p bo'lyapti. O'sha so'rashganlarga masalan aytib qo'ysa, o'sha nimasiga qarab, kuniga qarab biz chiqarib beramiz, xudo xolasa. hozir sizda qancha muddatli jo'jalari bormi? Masalan, 1 oylikgacha bo'lgan jo'jalarimiz bor. 1 oylikgacha bo'lganmi? Ha, masalan 3 kun, 4 kundan boshlab 1 oylik, 1,5 oylikgacha bo'lgan jo'jalarimiz bor. Masalan, mana Viandot galoboylarimiz, Viandot temniy zolotalarimizdan ham bor. Jo'jalarimiz 30 ta 40 ta zapasda turadi. Qilib beramiz, xudo xolasa, imkon qadar o'sha barnavidalarimizdan ham. Misol dastlabki deysiz aka, dastlabkamiz hop qaytgacha imkonimiz bor aka chiqarishga. Jasurbek Qirg'iziston so'rasa, Tojikiston so'rasa ham, Qozog'iston so'rasa ham hamma joyga chiqarib beramiz. Biz o'sha odamlari bo'lsa, olib ketadigan, masalan biz aytgan joylargacha chiqarib beramiz. Imkon qadar masalan biz Farg'onaga so'rayapti, Namangan so'rayapti, Vohadan so'rashyapti. Ularga ham masalan biz mashinada Qo'qondan chiqarib beryapmiz, Farg'onadan chiqarib beryapmiz. Petaydan imkon bor. Petaydan, ya'ni imkon bor. Hozir mana bilasiz, zamon rivojlangan, mashina ko'p, qayerga bo'lsa boryapti. O'sha chegaradan o'tkazilish muammo ham bo'lmayapti. Jo'jasini ham mana kecha Tojikistonga ham olib ketishdi, jo'jalaridan. O'sha Viandot Galoboy, Viandot temniy zolotalarini qilib berdik. Olib ketishdi. Mehmonlar kelib olib ketishdi, qiziqishib ko'rib yurishgan ekan. Zo'r, xullas do'stlar, agar tuxum jo'jasi kerak bo'lsa, bu muammo emas. Petakgacha olib chiqib berishadi. Lekin ag'iga dastlabkamiz pulli bo'ladi. Shunisiga e'tiborli bo'linglar. Dastlabga bor degani ko'pchilik o'tgan safar meni o'zim hali parranda sotganimda ham noto'g'ri tushunishibdi. Dastlabga bor degani bu hali yo'l kirosini to'laymiz degani emas ochig'i. Biz qo'ldan kelgancha mashina topib, arzonroq qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Albatta. Hali kimdirlar noto'g'ri tushunishi mumkin. Dastlabga bor, pulli bo'ladi. Pulli bo'ladi. O'sha viloyatlarga taksilardan chiqarib beramiz qo'ldan kelgancha. Lekin Jasurbek tuxumni juda ehtiyot qilgan holatda o'sha rantaligi, sinig'i, nimasi bo'lmaydi. Chiroyli qilib o'sha salfetkalarga o'rab, ular ichlarga o'rab, chiroyli qilib ikki qavatdan nimasini qilib, vakuumli qilib chiqarib beramiz, jo'natib beramiz. Ehtiyot qilib chayqalmaydi tuxum. Yangi o'sha 1 haftadan 10 kungacha bo'lgan tuxumlarni iloji boricha yetkazib beramiz. Hech qanaqaligi anaqa bo'lmaydi. Mana o'zimiz ham ochiryapmiz. Mana inkubatorlarga qo'yganimiz o'zimizda tuxumlarimiz bor. Qancha kerak bo'lsa, xudo xolasa qilib beramiz. Mana do'stlar, ishlari o'zi umuman boshqa ekan. Qarab, ko'rib turibsizlar. Bu ham bir motivatsiyada, misol yoshlarga, hali uyda o'tirgan misol aka-ukalarimizga, boshqa opa singillarimizga ham hali motivatsiya bo'ladi o'ylayman. Tayyor biznes. Misol 40 ta tovuqdan $1000 daromad qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Hali endi negativlar bo'lsa, endi hali o'zlaring bilasizlar. Lekin hali qo'ldan kelgancha maslahat kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Tushuntiramiz, yordam beramiz. Biz ham hali yangi boshlab turgan odamlarga, to'g'rimi aka? Bemalol. Hech qanaqa Jasurbek buni haligi qiynalib boqiydigan narsa emasda, hunar emasda, bu haligi nima deydi? Mehr talab bo'ladi. Masalan, qancha mehringizni bersangiz, o'shancha yaxshi. Masalan, bitta bolani ham uyda yaxshi mehr berib, yaxshi tarbiya qilsangiz, yaxshi o'qiydi. Katta bo'lganda yaxshi oliy-ma'lumotli bo'ladi, masalan, bitta xonaning egasi bo'ladi. O'shanday bularni ham masalan biz qiziqib, men o'zim qiziqib ko'rib, haligi boqqanlarni ko'rib, havas qilib qildim mana. Masalan, YouTube'da e'tiborli bo'lib qarab yurdim. Yoshligimdan o'zi parrandalarga qiziqaman. Ko'rib yurib, qaysi yo'nalishda qaysi narsa yaxshi bo'ladi deb o'sha tovuqni vazn tanlaganim sababi bu masalan mol qo'y boqsak, haligi aytdim-ku hozir, kechgacha haligi qarash kerak, katta narsa-da u endi. Haligi taglarni tozalash kerak, katta narsa endi. Oyoq ishiga ham qiyin bo'ladi. Masalan, mana 6-sinfda o'qiydigan o'g'lim ham boqaveradi buni misol. To'g'ri aka. Boqaveradi. Mana shu masalan mana tovuqlarni kechqurun kelib ham bemalol qaraymiz biz. Hech qanaqaligi qiyin joyi yo'q. Xudo xolasa oilada ayol kishi ham boqsa bo'ladi. Joyida qilib, chiroyli qilib joyini qilib o'sha nimasini qilib donini, suvini, vitaminlarni berib tursa, yaxshi bo'laveradi. Juda ham haligi mehr talab narsalar bo'ladi. Qancha mehr bersangiz, tozalikka rioya qilib qarasangiz, hech qanaqa kasal ham bo'lmaydi ekan. Mana men 2 yildan beri boqyapman. Hech qanaqa men haligi fotopateya qilmadim. Yaxshi bo'ladi. Mana boqishlarni ko'rib turibsizlar do'stlar. Hattoki mana yerlarga ham mana shola to'pqon deydimi, shola to'pqonlarni solib qo'yishgan.
donlari, suvlari toza turibdi. Mana shunaqa sharoitda boqilsa deyman, kasal bo'lmaydi to'g'ri. Keyin bitta narsaga e'tibor berish kerak deyman aka, ko'pchilik nima qilmaydi? Men misol, mana siz ham emlasangiz kerak to'g'rilarni. Albatta. Men misol har 3 oyda emlayman. Albatta. To'q pateriya bo'lmaydi emlangan to'g'rilar. Yo'q, yo'q. Bu hali to'q o'lib ketadi, unaqa bo'ladi deydiganlar qishda sovuqda yo'q. Mana akamizniki mana ko'rib turibsizlar. Oddiy chiroyli poksa kataklar qilib qo'yishgan. Mana oldiga qishda klyonkalar to'saman deyishyapti. Albatta. Muhimi har 3 oyda emlamasini qilish kerak buni. Mana shu narsaga qattiq e'tiborli bo'linglar. Yana hali maslahatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib so'raverasizlar. Keyin biz sizda boshqa zotlar ham bor deb eshitganmiz aka. Albatta. Bunga ham to'xtab o'tamiz. Qani bo'lsa ketdik do'stlar. Jasurbek mana yangi o'rtalarimizni 20 kundan bir oygacha bo'lgan joylarimiz bor. Mana hozir tashqarida joylarimiz tayyor bo'lyapti. Joylarimizni iloji boricha issiq saqlash uchun, Uyga olib kirilib. shamollashni oldini olish uchun sog'lom katta bo'lsin deb mana ishlar katta qilyapmiz hozircha. Bulardan juda ajoyib, qarang. Mana jo'jalari ham mana hammasi jo'jalari o'sha o'zlarini. Bu Riyandov Zalotoymi? Gold. Bular borib o'sha ko'k rangga kiradi. Rang o'zgaradi. Jo'jalari juda sog'lom. Yirik bo'ladi jo'jalari. Mana do'stlar, xullas akamizda tayyor jo'jalar bor ekan. Hozirgi vaqtda bular necha kunlar ekan? Bular 20 kundan bir oylikgacha jo'jalarimiz bor ichida. 1 oylikgacha bor. 20 kundan bir oylikgacha. Bular 20 kundan o'tib qoldi bular. Mana bitta bor. 1 oylikdan o'tib qoldi, xudo xolasa. Bitta 1 oylikda o'tib qolganlarimiz bor. Juda yirik, juda ajoyib mana. Masalan, Jasurbek bular kattaman. O'sha gaboylardan. Juda ajoyib jo'jalari ham. Mana do'stlar, Riyandov gaboylarimiz ekan. Ko'rib qo'yasizlar. 1 oylikdan o'tib qoldi. Mana bo'ldi, mana bular ham rangga kiradi. 1 oylikda o'tib qoldi bular ham. Juda ajoyib. Mana jo'jalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Akam narx-navolar haqida ma'lumot berib o'tib ketishadi. Albatta. Xudo xolasa jo'jalardan tuxumlarni yetkazib beramiz. Tuxumlarni qo'yganmiz Jasurbek. Tuxumlar ham juda yaxshi haroratlarda saqlanadi. Mana tuxumlari bor. Mana hammasi yozilib, o'sha ehtiyot qilib saqlanadi. Adashib ketmasligi uchun. Adashib ketmasligi uchun masalan mana Turkiya olib qo'yganmiz, mana o'zalik ko'rsatganimizdek uchliroq bo'ladi. Mana hamma svetlari отдельно bo'lgan. Mana ular o'shalik kichkina o'sha deligali bo'ylarniki mana hammasidan bor tuxumlarimiz. Xullas do'stlar, mana hali adashmovchilik bo'lmasligi uchun belgilab jo'natishar ekan. Aloqaga chiqib bemalol tuxumlaridan xarid qilsalaring bo'ladi. Aka, sizga ham katta rahmat. Xudo xolasa, xo'p, nima deydi, obunachilarimizdan misol aloqaga chiqib jo'jasidan, tuxumidan qilib bering deysiz aka, ozmoz hali xayrga o'tib berasiz. Albatta, chiroyli qilib, sog'lom o'sha vaksina qilinganlarini chiroyli qilib korobkalarga solib, chiroyli qilib yetkazib beramiz o'zlariga, tuxumlarini ham, jo'jalarini. Hurmatli obunachilar, Jasur Fermer.uz kanali orqali akamizga chiqsalaring, biz aytsalaring, xudo xolasa, hali nima deydi, xayrga o'tib berishadi. Mana do'stlar, ko'rishlar mumkin. Akamda katta tovuqlardan tashqari mayda tovuqlarga ham juda qiziqish bor ekan. Endi bu yapon turiga mansub desa ham bo'laveradi aka. Buni nomini, kelib chiqish nimalarni aytib ketsangiz aka endi bizga. Jasurbek, bular o'ta mayda narsalar hisoblanadi. Bular qo'shamo deyiladi. Qo'shamo kukushkasi bu. Kukushka. Bular juda kichkina bo'ladi, 25 sm, 30 sm-gacha bo'ladi. 20 sm-dan 30 sm-gacha bo'ladi Jasurbek. Bular o'sha 2 kunda, 3 kunda bir marta tug'adi. Nimasi kamroq, nimasi yaxshi haligi. Bu jo'ja ochishi yaxshi. Foizi yaxshi. Yaxshi foizi. Bular juda chiroyli narsa bo'ladi. Sifati juda sifatli. Ko'rib maza qilasiz bularni. Bir siqimdan so'ng hisob qilsangiz ham 2-3 kunga yetaveradi. Bir o'zi o'yladim, 1 kilo don olsa bularga anchaga yetsa kerak deb o'yladim. Buni asosan aka, menimcha dekorativga boqiladi, to'g'rimi aka? Albatta, dekorativga qarang chiroyligini buni.
Aka, endi bu svetini aytsangiz. Bu ham qo'shammi? Jasurbek, bu qo'shama oqlarimiz. Aha. Oq o'zini chiroyligi tomonidan ajralib turadi boshqalarga qaraganda, baribir oq chiroyli bo'ladi. Juda ham chiroyli, o'shaning uchun haligi taglarini ham juda e'tiborli bo'lamiz oqqa. Qarang, chiroyligini bunday tojlari to'q qizil bo'ladi. Juda ham kichkina narsa bular ham, o'sha bularga ham o'sha kelib chiqishi, o'z aytmoqchiligi Tailand, Malayziyalardan kelib chiqqan. O'sha bularni tarqalishi, genini nima qilishi o'sha kichkina nimalardan chiqarilgan bu. Juda kichkina. Sizda svet turar ekanda alohida oila bo'lib aka. Albatta, bular juda boshqacha. Har biri o'zgacha chiroyga ega bular. Jasurbek, juda ham chiroyli narsalar. Ko'rib maza qilasiz. Rasvot tomonidan ham kam jo'jasini so'raganiga, tuxumini so'raganiga qilib beramiz bulardan ham. Juda ham sifatli. Aka, men yerda ham bir boshqacha tovuq turibdi. Bitta Jasurbek, betay tovuqimiz shabu tovuq hisoblanadi. Bu zotiga mavsum. Kul shabu deymiz buni o'zimiz tilda. Kul shabularimiz. Juda mayda bo'lar ekan-a? Juda ham mayda bo'ladi. Juda ham sifat darajasi kuchli. Juda ham sifatli. Bular ham o'sha Malayziya, Tailandlardan kelib chiqishi. Juda ham kichkina chiroyli narsalar. Dumlarni ko'tarib, ajoyib chiroyli bo'lishadi bular. Mana do'stlar, hali kam rasxod, kam chiqim, hali hovliga ziyoni tegmaydigan tovuq desalar ham akamda turidan bor ekan xullas. Buni bir qaracham kelmas ekan bu. Sizda bulardan ko'p aka hozir. Albatta ko'p. Jasurbek ulardan sal yana boshqacharoqlari, noyoblari, haligi o'zbek tilida haligi patpirlavka deydi-yu, o'shanaqalari ham bor. Ochilmagan sandiqlar ochamiz ekanda. Tanimasi ketdi do'stlar. Mana Jasurbek noyob turlarimizdan svetlaridan ular ham qo'shamo, qo'llashib qo'yibdi. Deligal bo'ydilar bu. Bular qo'shamolar sveti bilan ajralib turadi. Summasida ham. Bular o'sha hozir trenddagi eng qimmati shular. Qimmatlaridan. Mana ko'ringlar, hurmatli obunachilar. $200 dan $400 gacha. Summasi, donasi $200 dan o'rtacha $400 bo'ladi bular. Juda mayda narsa, sifatiga qarab baholanadi bular. Pastimizni ham pastki joy katagimizni ham mana bu ham bu qanaqasi aka? O'sha beligali bo'y deyiladi bu ham. Beligali bo'y. Boshqa juda haligi hit bo'lgan svetlardan biri. Makoni o'sha palvi deyiladi makoni. Yangi svetlar endi mana kuzatib turaman. Beli palvi deyiladi makoni. Mana xo'rozi o'sha beligali bo'y deyiladi. Bu juda trendga chiqdi bu yil sveti bu. Mana shu svet o'zgacha bo'lyapti. Bu yil xudo xolasa bulardan yaxshi ko'paytiryapmiz. Hatto yana ham boshqachalari bor ekan aka. Albatta, bitta Jasurbek masalan mana yerimizda tepadagi baryerimizda seramalar bor. Bular juda kichkina o'zlarini haligi figurasi bilan o'zgacha bo'lib turadi. Buni tushlarini, ko'ringlar tushini. Bo'yni ulushlari nimasi bilan ajralib turadi bular. Bu juda mayda ekan aka. Albatta, juda mayda hisoblanadi bular. Bu to'shi o'zi shunaqangi bo'ladimi aka bularda? Albatta, shu figurasi bilan chiroyli bo'ladi. Qancha o'sha bo'yni orqaga qaytgan bo'lib, ko'kragi chiqqan bo'lsa, o'sha summasi qimmat bo'lib ketaveradi. Jasurbek o'sha donasi $1000 gacha boradi kerak bo'lsa, $500, $1000, $300, arzoni ham bor. Sifatiga qarab summasi belgilanaveradi. Hali o'yinchi qushlar bo'lardi, tabiat nimalarni kuzatardim, o'shanga o'xshab turar ekanda o'ynashlar. 15 sm, 16 sm bo'ladi. Bular juda kichkina narsalar. Endi mana pastdagi zotlarimiz qanaqa aka? Pastdagi zotlarimiz Jasurbek shabbo beryozviy deydi. Beryozviy shabbolar deydi. Shabbolar juda boshqacha narsalar bular. O'sha dumini yoyib yuradigan bu. Bu ham Malayziya, o'sha Tailanddan kelgan bular. Nimalari o'sha kelib chiqishi. Biz ham o'sha qo'shni Qirg'izistondan olganmiz bularni. Juda ham ajoyib. Dumlarini ko'tarishlari bilan boshqacha bo'ladi, o'zini rangi bilan. Pastdagi shuni makonidan ishlaydi aka. Bu yosh makoni. Endi xudo xolasa o'sha mana bularga qo'shiladi. Yosh makriyoni bular. Sal yoshroq adini qilib qo'yganmiz. Endi tayyor bo'ladi bu. Beryozviy bu ham o'sha dumini ko'tarib yuradigan eng kichkina nima. Ko'tarib yuradigan. Buni ham o'sha arzon varianti bor. Bu o'sha yaxshisidan, sifatlisidan. O'sha buni nima shabu boqiydiganlar bilishadi.
Hop, qullar, do'stlar, mana qanaqangi turdan kerak bo'lsa, mayda turdan desalaring, hali dekorativ ishqibozlari bo'lsa, bemalol akamga aloqaga chiqasizlar. Aka, bularning narx-navolar qanaqa endi? Bular Jasurbek aytib o'tdim, bular o'sha $200 dan $500 donasi. Aha. Qo'shamo'larniki, svetiga qarab. Seramalarimiz ham o'sha $100 dan ketaveradi. $500, $1000gacha. Ha. Bular ham o'sha 150, 200, $500gacha bularning donasi ketaveradi. Shamo'larniki. Sifatiga qaraladi, biz iloji boricha sifatisini terganmiz. Juda ham nimasi, bularga ham o'sha aytib o'tganimizdek, o'shalariga xudo xolasa O'zingiz ham aka yaxshi puldan olgansiz deb eshitganman-da, har bittasini. albatta. Misol, mana aka, bitta semya deylik-a. Примерно mana shunaqa o'zasini necha pulga olib boqsa bo'ladi aka? Masalan, o'rtacha hozir $1000 olsa bo'ladi. Sifatiga qarab. Undan arzonrog'i bor, arzoni ham o'ziga yarasha bo'ladi. Buni 200 ming so'mliklari ham bor ekanda. Hali miramiz, boshqacha turlarni ko'rdim. Hali misol kimdirlarda tushunmasligi mumkin. Endi baytali sifat haqida gap ketyapsiz. Ishonasiz. Aytib, rangi har xil bo'lib ketgani, o'shaligi chachishib ketgani bor. O'shalar arzon bo'ladi. To'g'ri. 200 ming, 300 ming, 500 ming shunaqa bo'ladi, bozorda sotiladi. Bular endi bozorga juda kam chiqadigan turlari bular, svetlari bilan ajralib turadi. O'zi nimasini qarang, mana masalan e'tibor bersangiz, mana shu qo'shamoni makonini dumi juda katta bo'ladi bular. Aha. Mana ko'k ranglari, nimalari, ochiq turishlari mana qarang. Dumi juda katta bo'ladi. Dumi juda katta bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib qo'yasizlar. Rosa super. Mana havas qilganlar bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Xo'rozi ham juda ajoyib. Bu og'irgina bo'larkan, o'zi kichkina bo'lsa ham. Naq bo'ladi. Bular o'sha dumi kalta dum bo'ladi. Qarang, svetida mana aytadi, ko'k nimalari bor. Shu tomonlari bilan ajraladi. Ajraladi. Qarang, bu juda kichkina narsalar, mayda narsalar. O'sha bularni o'sha chachishganlari bo'ladi. Ancha bulardan dumi uzun bo'ladi, keyin bo'ylari baland bo'ladi. Bunaqa ixchamli bo'lmaydi. Bular o'sha yumaloqligi, qarang. Ko'rinib turibdi. Nima to'g'ri boshqacha bo'ladi. Mana bu xo'roziga ham e'tibor qilamiz. Xo'rozi ham juda niq narsa. Qarang, sveti. Qo'ysak bo'ladimi aka? Qo'ysak bo'ladi. Men qomatlari bilan ajralib turadi. Shu o'yinga tushadimi deyman? Yo'q, ana. O'sha belingdagi bo'y deyiladi bunisi. Eko ham prentaydi. Eko ham jo'ja xo'rozchalar. Mana do'stlar, yaqindan ko'rib qo'yasizlar, baho berib qo'yasizlar. Yoqqan bo'lsa, like bosib ketinglar. Akamizda xullas eng tozalari ekan. Mana agar ishqibozlari bo'lsa, bemalol akamga ham tuxumi kerak bo'ladimi, jo'jasi kerak bo'ladimi, aka ochirib beraverasiz. Ochirib ham beramiz, tuxumidan ham beramiz. Tuxumi. Ya aka, sizda inkubator ham bor ekan, albatta. Mana ko'rishlaringiz mumkin Jasurbek. Mana o'sha tuxumlardan, hamma to'g'ramiz tuxumlardan qo'yib o'zimiz ochiramiz mana. Hamma tuxumlari bor, xudo xolasa. Mashalloh. Ochish arafasida xudo xolasa tuxumlari bor mana. Ehtiyot qilib o'zimiz chiroyli qilib ochirib, katta qilib 10 kunlik deydimi, 1 haftalik deydimi, 1 oylik deydimi, jo'jalarni sifatli qilib, emlab, vaksinalargacha qilib beramiz. Mana agar ishqibozlar bo'lsa, akamga aloqaga chiqinglar. Tuxum jo'jalari kerak bo'lsa, o'sha telefonda ma'lumotlari beriladi. Albatta. Aka, sizga ham rahmat. Juda ham maslahatli ma'lumotlar uchun. Rahmat. Sog' bo'ling. Xudo xolasa. Sizlarni ham juda ko'p kuzatib boramiz. Telegramda, YouTube'da ko'p kuzatib boramiz. Juda aktivsiz. Shunchalik nima qiling, sizni mehnat bo'lib kelganlaringga rahmat. Aka, sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, hop, mana telefon nomerlarini pastda qoldiraman. Kimga kerak bo'lsa, jo'jasini, tuxumni akamga aloqaga chiqib olinglar. Bugungi videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like bilan podpiska bosib ketinglar. Juda ham xursand bo'lamiz. Keyingi ko'rsatuvlarda, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' omon bo'linglar.